Davlenadi. Yomonlar kelmanglar. Chiqarib bu. 24 soat ishlaydigan sammoykaga kelganmiz. O'zingiz yuvib olasiz. Ertamasdan aeroportga chiqib ketmoqchisiz, moyka istab yuribsiz. Shuna kelasiz. Hozir lokatsiyalargacha tushuntirib ketamiz. Lokatsiyasi bu sentr tomonda, samolyot tomonda. Samolyot ham unaqa uzoq emas mana. Hech qanday bir 200 metr kelganimizda mana shu yerda o'z eski moykamiz bor edi. Endi bu 24 soat sammoyka bo'lib qoldi. Bu yerda mana zamena masala bor. Shu yoqqa kiraveramiz. Joyimizda mana parkovkalar bor. Bemalol mashinani bitta moyka qilganimizdan keyin, mashinani bitta moyka qilgandan keyin mana bu joyda mana pilisos bor. Pilisoslar olaverasiz. Mana bu yerda mana sammoykalar. Bu yerda 3 ta bor. 24 soat ishlaydigan. Bu yerda mana issiq suvni ustanovkasi boshlanadi. Issiq suv ham bor ekan bu yerda. Biz mana hozir tayyorlab qo'yganmiz. Tayyor. Davlenadi. Klaskasi yomonlar kelmanglar. Chiqarib bu. Stop degan joyi bor mana. Stop desangiz 6 minut bemalol ishingizni bajarib turib yana knopkani o'zgarasiz. Ha, bu tomonimizda esa mana pena joylashgan, har bir tomoni mana. Penani olamiz. Bu yerda mana pena degan yozuv bor. Penalar original, mashinaga hech qachon ximikatlari ziyon yo'q. Bemalol kelaverasizlar. Mana penani sefoli, mana ko'rib turasizlar, mana bu yerda bitta, ikkita, 3 ta boks bor. Stankadan muammo yo'q. Bemalol kelasizlar. Pilsoslar qilib ketaverasizlar. Bu videoda Aronning mashina yuydirmoqchi bo'lgan taksisiga qiz jo'natib qo'yamiz.